Hadis inkarchilari bilan qandoq munosabat qilish kerak? Avtori Mavlon Yasin. Bir inim mendan islom hukumiga munosabatlik ikki qiziqarli savol so'rabdi ekan. Bu savollar mening ishtiyoqimni qo'zg'adi. Men bir diniy tadqiqotchi bo'lmasam-mo, yuzaki ko'z qarashimni so'zlab, boshqalarning qimmatli fikrining o'ttirg'i chiqishini tatlab qo'yay deb bu yozmani o'ttirg'i tashildim. Bu men uchun bir qimmatli o'rganish fursati bo'ldi. Birinchi savoli: hadis inkarchilar bilan qanday munosabat qilish kerak? Amaliyotda bu yangi savol emas. Musulmon adiblar o'ttirisida bu to'g'riliq talash-tartish pat-pat ko'rinib turdi. Bo'libmi 1993-yildan tartib Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok qatorliq ijtimoiy taratqular kayni-kaynidan barliqqa kelgandan keyin bu savolga qarta o'limalar ikki mazhabga ayrildi. Hadis bo'lsa payg'ambarning so'zi, harakat va ovozsiz tasdiqlarining to'plami. Masalan, Qur'on musulmonlarni namoz o'qishga buyurgan, ammo konkret usulni belgilamagan. Hadisda payg'ambar alayhissalomning qandoq namoz o'qish tafsiloti, jumladan namozning rakat soni va konkret qiroatlar yozilgan. Qur'on bizga zakot berishni buyurgan. Lekin zakot to'laguvchining konkret sommasi yoki turini tushundirmagan. Hadis zakotni hisoblash va taqsim qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Ramazonda ro'za tutish haqidagi oyatni hadisdagi safar va bemorlarga kechirim qilinishlarini tilga olgan. Ammo bu faoliyatlarni tafsili bayon qilmagan. Hadis soat istirlikisiga qarshi yo'linishda muqaddas Ka'bani 7 qitim oylanishni va Safa bilan Marva o'ttirisida yugurishni, hajni to'g'ri qilishning zarurligini aytgan. Hadis Qur'onning axloq va etik ta'limlarini payg'ambar alayhissalomning hayotidan misollar bilan to'liqlaydi. Payg'ambar alayhissalomning harakati, qarori va o'zaro ta'sir qilishi musulmonlar uchun amaliy yetakchi rolni o'ynaydi. Sura Ahzob 21-oyatda shunday yozilgan: Sizlar Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Bu oyatda payg'ambar alayhissalomni ulgu sifatida ta'kidlaydi. Uning harakati hadisda xotirlangan. Musulmonlar hayotida Qur'on axloqini tushunishiga va qo'llanishiga yordam berdi. Islom qonuni, ya'ni shariat, Qur'on va hadisdan kelgan. Payg'ambar alayhissalomning hukmlarining misollari bilan ta'minlaydi. Bu Qur'onning buyruqlarini izohlashga yordam berdi. Masalan, Sura Maida 34-oyatda o'g'irlik jazosini belgilagan. Hadis bu xil jazo ijro qilishdan ilgari talab qilingan shart va dalillar haqida texmo tafsili ma'lumot berib, adolat va odillikka kafolatlik qiladi. Biz hadis deganda ikki xil farqni aniqlashimiz kerak. Payg'ambarning so'zi, harakat va ovozsiz tasdiqlarining yig'indisini hadis to'plami deymiz. Masalan, Sahihul Buxoriy, Sahih Muslim qatorliq hadis to'plami bu kitoblar ichidagi har bir yakki aqidalarni hadis deymiz. Agar kitobning ichidagi ba'zi hadislarga tushunmay savol qo'yishga bo'lsa, bu bir xil aktiv normallik. Bu bir o'rganish jarayoni. Bu nuqtaga islom olimlarining ko'z qarashi birdek. Hamda bu xil aktivchanlikni ilhomlantirdi. Mendan savol so'ragan inimning savoliga tushuncha izlab ikki kitob o'qib chiqdim. Hadis inkarchilari bilan qanday munosabat qilish kerak degan savolga musulmon olimlari ikki guruhga bo'linadi. Ortodoks, ya'ni an'anaviy islom olimlari, bular asosan arab olimlariga markazlashgan va dunyodagi 85% musulmonlarga vakillik qiladi. Bu olimlar hadisni Qur'onning asosiy tushuntirilishi deb biladi va keskin ishonadi. Bularning nazarida dunyo geopolitika andisining shakllanishi, ilm-fan taraqqiyoti va atmosferaning qandoq o'zgarishidan qat'iy nazar Qur'onni tarixning qadimiga ergishib o'zgartirishga bo'lmaydi. Qur'on har qanday vaqtda, har qanday ahvolda tarixga aylanmaydi, deydi. Ular yana Qur'onni bas munozir qilishga tushirmagan, ijro qilishga tushirgan deydi.
Buni dehqon tilida aytsak, biri o'zini musulmon deb taqdirlagan odam Qur'onning oyatlarini tushunmagan holatda mutlaq ishonish va e'tiqod qilish kerak. Qur'onda payg'ambarlarning deganida qilg'inni qil degan. Bu olimlarning ko'z qarashida bir odam Qur'onni qanchalik yodlab kelsin, qanchalik so'zlab kelsin, agar hadisga ishonmasa, u kofir bo'ladi deydi. Agar sen mushu ortodoks mazhab taraf bo'lsang, bu hadis inkorchilarni kofir deb qabul qilsang bo'ladi. Mayli bular qanchalik islom haqida so'zlab ketishdan qat'iy nazar. Masalan, assalomu alaykum va alaykum assalom degan faqat musulmonlar uchun alohida atagan salomlashish. Shuning uchun hadis inkorchilari bilan bundaq salomlashishga bo'lmaydi. Bularga jinozalarni tutqizishga bo'lmaydi. Ma'lum yig'inlarga atab elib borgan Qur'on o'qish faoliyatlariga bularni qatnashtirishga bo'lmaydi. Bular o'lib ketsa, bularga atab Qur'on o'qishga yoki duo qilishga bo'lmaydi. Yana bir xil mazhab bo'lsa, yaqinqi zamonda bo'lib g'arbda yetishib chiqqan islom olimlari. Bular hozir zamon reallik dunyoni va geopolitika vaziyatini ko'zda tutib, masalaga javob izlaydi. Bularning ko'z qarashida barliq insonlarni musulmon sepiga jalb qilish kerak, musulmon to'plamini cho'ngaytirish kerak. Agar hadis inkorchilarni rad qilsak, ularga musulmonlarcha muomala qilmasak, musulmonlarning sepida yeriq paydo bo'ladi. Musulmonlar ichida parchalanish paydo bo'ladi deb qaraydi. Mening uyimning yenidagi masjidning imomi islom maktabini bitirgan, shariat fanlarida doktorlik unvon olgan cho'ng diniy olim. Uningdan bu to'g'riliq savol so'rasam, u menga texnikalik jihatdan aytganda bular dinsizga kirdi. Lekin mundaq desak, musulmonlarning keng birliksab qurishiga foydasi yo'q deb javob berdi. Men Turkiyada turishliq va islom masalalari haqida ko'p narsalarni yozgan bir Uyg'ur diniy tadqiqotchi bilan so'zlashsam, u kishimi menga hadis inkorchilar dinsizga kirdi deb javob berdi. Uyg'urlardagi hadis inkorchilar bu ikkala mazhabga kirmaydi. Aksicha birinchi mazhab ayiblagan dinsizlar chambirga ichidan o'rin oladi. Bular raqam davridagi xurofiylar. Tarix iqimi qiqivatgan qoldiqni go'har deb elib o'zgacha yangi bir ko'z qarashni o'ttirg'a qo'ydim deb o'z-o'zidan qanoatlanib yurgan nadallah. Bu hadis inkorchilarining so'zlarida nadallik bilan to'lib tashqan haqavurlikdan boshqa hech qanday mazmun va madaniyat yo'q. Ammo bu hadis inkorchilarining ba'zilari vatanparvar insonlar va millat uchun oz to'lib bedel to'laganlarmi bor. Mayli qaysi mazhabda bo'lgan, bular bilan odimiylik munosabatni davomlashtirish kerak. Vatanni ozod qilish kurashida bular bilan mo'rini-mo'riga tirab, olg'a ilgarilashga to'g'ri keladi. Millatni va vatanni ko'zda tutganda, xuddi biz dunyodagi har qanday millat, davlat va diniy mazhablarning yordamiga erishishga tirishgandek, bu Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan birga bo'lamiz. Lekin islom din nuqtadidan qaraganda, siz yuqorida so'zlab o'tgan ikki mazhabning qaysiga tavallikingizga qarab qaror qilasiz. Albatta, bularning fikr qilish erkinligiga tamoman hurmat qilish kerak. Lekin bular bilan bas-munozir qilishning hech bir hojati yo'q. Qur'onda 25 payg'ambar tilga ilingan ekan, mushu payg'ambarlarning birasi shayton bilan bas-munozir qilganmi? Amaliyotda Uyg'urlarda hadisni inkor qilib so'zlaydiganlar faqatla bir necha odam. Bularning so'zlarini sabrchanlik va astoydillik bilan bir necha oy anglab chiqdim. Nadallıqqa mansub hakavurlikdan boshqa hech qanday mazmun yo'q ekan. Ba'zilarining nervisi ojizlab, o'zlarini avliyo, donishmand his qilib, biz sizlarni Allohning yo'liga qaytib kelinglar deb chaqiryapmiz deb jo'lib sog'anlarmi bor ekan. Bular har qanday temani mushu hadisni inkor qilish tarafga so'rab aytishga intiladi. Hadis inkorchilarining ajallik xatoligi, bular hadisni bir tarix deb qaraydi ekan. Hadis tarix emas. Har vaqt, har zaman dastlabki holatini saqlab turadigan qimmat o'lchimi ekanligini tushunmaydi ekan. Ishonmaydi ekan va qabul qilmaydi ekan. Bular bilan talash tortish qilish tamoman bir xil ahmoqlik. Bular bir mezgil so'zlab o'zi to'xtab qoladi.
Hadis Qur'onning ta'limotlarini tushunish va qo'llanishda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim ahamiyatga ega. Mazmun, tafsilot va amaliy misollar bilan ta'minlash orqali hadis Qur'onning ma'nosini yo'ritib berdi va musulmonlarning hayoti ilohiy ko'rsatma bo'yicha yashashiga kafolatlik qiladi. Qur'on bilan hadis o'rtasidagi hamkorlik islom bilimlari va amaliyotning ultishini shakllantirib, e'tiqod qiluvchilarni haqqoniy va qanoatlanarlik hayotga yetaklaydi. Her iki yetaklash manbasida ching turish musulmon ommasining e'tiqodini kuchaytirib qolmay, islom dinini umumyuzlik tushunishga kafolatlik qilgani bo'ladi. Oxirda yana qayta eskartib qo'yay. Men diniy tadqiqotchi emas. Bu inimning savollariga javob izlanish orqali o'zimning islom haqidagi bilimlarini biroz ilgari surishga intildim. Men bir matematika tadqiqotchisi va yumshoq detal injeneri bo'lganim uchun qiziqarli savollarga javob izlash kasbiy madaniyatim bo'lib qolgan. Diniy olimlarimizning oldida adkorchilik qilib qo'ygan bo'lsam, samimiylik bilan afo so'rayman. Bu inimning birinchi so'rgan savoliga javob. Ikkinchi so'rgan savoliga o'z ko'z qarashimni ayrim sunaman inshaalloh.